Xitayning Beijingga joylashgan Jipu sun'iy aql şirketi g'arb şirketleri ve hükümetlerine vayron qilarliq hujumlarni qo'zg'aya oladigan bir tor yadro qurolini tadqiq qilib chiqqanligini, bu orqali Xitoyni Amerika bilan o'xshash saviyaga keltirganligini e'lon qildi. Albatta buningmi qanchalik amaliyot deganidek shundoq populist qilgandek bir ishga yaramdi yaramamdi. Buni aldığımız günlerde görürüz ama Xitoyning bu Jipu sun'iy aql şirketi o'ttirib qo'ygan masala bu hamda. Yevropa İttifaqı arzon Xitoy mallarga zarba berib, kichik posolkalarga 3 yevro tamojna beji qo'ydi. Yani her bir kichik posolkaga Yevropadan yani her kuni milyonlagan posolka kelganda hamda. Bazı sin ko'rinishlarni ko'rsa insonlar hayron qoldim. Bichara Yevropalikning yetishmayotganligida kelayotgan malni ochiqdi. Yani her bir posolkaga 3 yevro tamojna beji qo'ydi. Buning bilan Temu va Sheinga o'xshash elektronlik savdo supulari tarafidan suiiste'mol qilingan 150 yevrodan to'van mahsulotlarga qaratilgan tamojna beji kechirim tuzumi tarixga aylandi. Demek ki mana shundoq Xitoyninki bu to'kma mal sotadigan davlatlarninki iqtisodini vayron qiladigan shirkatlarga har tarafdan mana shundoq jazolar cheklamalar qo'yilyapti. Türkiye'de mi ilgili shundoq yo'lsizlik sababdan allaburun yo'li qo'yilib bo'lgan masala Türkiye'de mi?